Sizning oldingizda Max Bull frontal yuklagichi. Mashinaning ekspluatatsion vazni 5800 kg. O'lchamlari esa 6270 ga 2060 va 2930 mm. Ixcham, manyovrli va kuchli texnika. Yuklagich ishonchli U-Chai dvigateli bilan jihozlangan. Dvigatel quvvati 2400 aylanishda 85 kW. 4 ta silindr esa texnikaning barqaror va kuchli ishlanishini ta'minlaydi. Maksimal harakat tezligi soatiga 35 km gacha yetadi. Transmissiyasi esa silliq va ishonchli harakatni ta'minlaydi. Standart kovsh hajmi 1,5 kub metr. Kovsh kengligi esa 2380 mm. Maksimal ko'tarish balandligi 4540 mm. Bo'shatish balandligi esa 3600 mm. Mashinaning g'ildirak bazasi 2620 mm. Burilish radiusi 3450 mm. Bu hatto tor maydonlarda ham yuqori manyovrlikni ta'minlaydi. Boshqaruv qulay joystik orqali amalga oshiriladi. Kabina quyidagilar bilan jihozlangan: pechka, konditsioner, orqa ko'rish kamerasi hamda tezlik rejim tizimi. Yuklagich 16-70-24 o'lchamdagi kuchli shinalar bilan jihozlangan. Bu esa har qanday yuzada kuchli tortish va barqarorlikni ta'minlaydi. Max Bull bu kuch, manyovrlik va qulaylik har kun ishlashga tayyor bo'lgan texnika.